Boshingiz og'riyaptimi? Oyog'ingiz kaftini uqalang. Mijoz o'zgarishi, shamollash, kuchli asabiylashish, qattiq charchash, zaharlanish, ob-havo o'zgarishiga ta'sirchanlik kabi bir qator omillar bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Uni davolashda yana shu omillarni hisobga olish kerak. Lekin biz odatda yo birorta og'riq qoldiruvchi dori ichamiz yoki boshimizni uqalatishga tushamiz. Bilamizki, kimyoviy yo'l bilan tayyorlangan har qanday dorining ham foydali ham zararli tomonlari mavjud. Shu bois hamisha dori ichish ham yaramaydi. Buni bilgan ayrim zamondoshlarimiz esa boshini uqalatish orqali og'riqdan xalos bo'lishga intilishadi. Aslida bosh og'riganda aslo uqalatmaslik kerak. To'g'ri, uqalash natijasida og'riq bosiladi, lekin keyinchalik bu inson salomatligiga zarar yetkazadi. Shu sabab umuman zararsiz, ammo foydali bo'lgan bir usulni tavsiya etmoqchiman. Bosh og'riganda oyoq kaftini uqalab, yaxshilab mushtlash juda yaxshi foyda beradi. Bu sinalgan usul.